Shuning uchun bitta problemaga kirib qolsangiz aytingki, Parvardigor, shu kunni menga taqdir qilsam, roziman. Ishimni o'zingga topshirdim. O'zimni senga topshirdim. Rahmatingga ishondim. Seni hikmatingga ishondim. Adolatingga ishondim. Qalbimdagi niyatlarimni ham bilib turishingga ishonaman. Shunday qilib Allohga o'zingni topshirasan. Taslim bo'lish. Mana biz tafvizni gaplashdik. Tafviz nima? Allohga topshirish hamma yo'q. Endi taslim. Sabablarni hammasini zo'r qilib bajarding. Allohga topshirding. Endi natijani kutish kerak. Endi nima bo'lar ekan? Natijadan avval qilinadigan ish sabablar, keyin tafviz. Natija ma'lum bo'lgandan keyingi amalchi.